Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Musabayov zavodi G'o'lja shahridagi eng chong zavod. Bu zavodning master texniklari xalq ichida hurmatga ega. Musabayov zavodning buxgalteri desa, kishilar u odamga o'zligidan hurmat bilan qaraydi. Gerçi bu zavodda cham, turli rangil kajol, chigirin, bulg'ara, palval, maskap, ot terisidan ishlangan anina, gamburuk, shavrum qatorliq teri mahsulotlari ham maskap, chigirin, seriq palvaldan tikilgan o'tuk, chetek, sandal, balalar kiyimlari, birichka harva, pochta harvasi, kalaska harvlarning xomut shilgallari, egar jabduq, har xil remontlar ishlab chiqarilsa-mu, bu mahsulotlar shu yillardagi turmushning yengilliklari hisoblanadi. Bu mahsulotlarni Qashqar, Xotan, Yakan, Qog'iliq, Goma, Maralbeshi, Aqsu, Kucha, Shixo, Altay, Manas, Cho'cha qatorliq shaharlarda maxsus Musabayevlarning tijorat shirkatlari bozorga soladi. Keyincha Musabayevlar shirkatlari umallarni Qozog'istondagi Qora yarmankisi, Simpalatniski yarmankisi, Sibiridagi Omiski Barnaul yarmankilari, Nijniy Novgorod, Moskva, Peterburg, Qozon, Ufa, Toshkent, Olmuta, Bishkek shaharlaridan bozorga selib, chet eldan raxt, mashina va sanoat mahsulotlarini akirdigan bo'ldi. Demakki, bu zavodning nomi Musabayevlar savdo tijoratining hamma tarmog'i bilan tutishib ketgan edi. Shuning uchun Musabayev zavodining odamlari jamiyatda yuqori martabaga ega edi. Nurino mana hozir shu martabaga ega bo'lish oldida. Nuri qishni ham parishon, ham ko'ngillik o'tkazdi. Zina uning qalbini bosgan g'am tog'larini illiq tuman bilan chimkab yo'qotgan chog'larmi? G'am tog'lari yalang'ochlanib, uning yuragi o'rtangan chog'larmi bo'ldi. U qahrdan qishni ashu yotiqida Zina bilan pat-pat uchrashib o'tkazib oldi. Mana hozir tabiat yengilandi. Chiman chechak pasti yetib keldi. Seriq chash, seriq burut germaniyalik yigit hozir yeliqi haq kislota purqi dimoqni yaradigan sexdan ishxonaga yo'tkilib chiqdi. U hozir bosh buxgalterning yordamchisi. U hozir uyg'urcha, ruscha so'zlay oladi. Ishchilar hayron qilib, nemis degan aqlli xaqkan. Qaranglar, buni Tomas degan german bir qishtala uyg'urcha so'zlay oladigan bo'pti deyishdi. Nuri bu gaplarni anglab kulib qo'yatdi. Uning turmush komediyasida rol elish mahorati o'smoqda edi. U ishxonadan chiqib, zavodning yonidagi yo'l bilan qatlagan. Kangri dala qarab mangdi. Qariyag'och sugatlarining atrofi yeshil atlasdek rangga kirib, qirlarda seriq chechak, kakuk gullari echilgan. Chumolalar aldirishib bir nimalarni to'shimoqda. Qo'ng'izlar tezaklarini kumulash qilib dugilatmoqda. Chekatkalar sakrashmoqda. Daraxtlarning yengidan yo'pirmoq chiqqan shoxlarida qarag'o'jilar churqirashmoqda. O'pib, tom tepsida yer cho'qib, tabiatni kuylamoqda. Qishdan beri qor ostida yotgan, shivirg'an huvligan ona tuproq o'z badanida yangi bahorning taptini sezib, rohatlanib kerilmoqda. Tabiat yangilangan, zamin kulgan. Illiq sho'x shamollar halovat va rohat kuyini yangratmoqda. Lekin Nurining qalbida yana bo'ron huvlamoqda. Qahriton chirqirmoqda. U dadisini, uqullarini, qalin qariyag'ashliq beg'ini, to'rg'ayla makoni, kang etizlarini, qalin chig'i tevilg'ilani, cho'nqur to'g'allari, yumshoq yumran chimanlari bilan kishiga shirin hissiyot hadiya qiladigan eriq qirlarini, quliqiga kakuk guli qistirib, yavash atlarga minib elib, naqshi etib, kallarni o'tloqda haydab mangdigan padachalarni, kalonlarning mo'rashlari, atlarning kishnashlari, taylarning qiyg'itishlari,
qo'y qo'zlarining sakrashlari, xo'rozlarning tojillari bo'lakchilik qizirib, qinqiniga patmay chillashlari, bahor bilan paydo bo'ladigan yezi yengiliklarining hammasini yuragi echishib, ko'ziga yosh kelgudek holatda sig'inmoqda edi. U ixtiyorsiz kayniga burilib, kun chiqishga qaradi. U yoqdan 40 necha kilometr yiroqda uning yiliqi yezisi. Dadasi uni har kuni, har soat sig'inmoqda. Mana 5 oy bo'ldi. Nuri bu yerda mukunuglik. Dadasi bexabar. Bichora dada hozir nima g'amda? Uning g'am alamga ko'ngan gavdasi mushchayganmaydi. Uning bir qatim qong'udek rohat ko'rmagan, mushaqqatga ko'ngan qalbi saqmidi. İnsan o'z taqdirini o'zgarta oladi. O'z tarixini o'zi yaratadi. Yoki o'lmas, yoki arzimas tarixi bilan xotira qoldirganlar milliard. Lekin ularning mutlaq ko'pchiligi izdiraksiz. Birlari hayot chig'idagi kishilarga tog' bo'lib ko'rinadi. Lekin vafot bo'lgandan keyin chalmaga aylanib qoladi. Ba'zilari-chi aksincha hayot vaqtida chalmadak oyoq ostida putlashib yuradi. Lekin o'lgandan keyin yillar, asrlar uni taqqa, hatto qarsang bugun tushgidek buyuk taqqa aylantirib qo'ydi. Balki Nurining dadasimi, cho'ng dadasimi, hatto o'zim bir parcha chalmadir. Dangal degan laqam balki uning sifat belgisidir. Uning qilgan atkini balki bir shirin xiyol, tatliq tush bo'lishi mumkin. Uning dadasidan farqi taqqa aylanolmaydigan odam bo'lishni orzu qilganligi. Dadasi balalarini beqib qatara qo'shishdan boshqani xiyol qilmaydi. Mutlaq ko'pchilik odamlarga o'xshash Nurining dadasimi qayoqqa, nima uchun ketib borganini bilmaydigan bir oq ko'ngil karvon. Oq ko'ngillar baxtsiz bo'ladi. Oq narsani chang to'zonlar iflosliqlar o'ng'ayli bo'lg'aydi. Shunga oq ko'ngillarning qalbi bir dunyo, tartquliqning xotira daftari. Bu daftarning batlari qon va ko'z yoshi bilan bo'yalgan. Bu batlarni baxtsizlarla varaqlab boqadi. Baxt egalarining bu batlarga qarashga ra'y yo'q. Hayot ana shundoq. O'z belgilarini kishilarning qalbiga, chiroyiga va taqdiriga qoldirib ketadi. Nuri zavod gudiki bilan xiyoldan reallikka qaytdi. U zavodning egiz turxini qaradi. 1909-yili degan xat uning diqqatini tortdi. Musabayevlarning dunyo hozirgi zamon sanoatining mevasini Uyg'ur hayotiga akirishni maqsad qilgan suyimlik o'g'li Baudun Musabayev 1907-yili Moskvaga berib, Rossiya orqali Germaniyaning Frankfurt shahridan AEG elektr stansiyasining va Fransiyaning turli stanok ishlab chiqaradigan Torni shirkatidan teri ishlab chiqarishga kerakli mashina, stanok, parvay qozon, generator, elektr motor, metal qirish stanoki, randi stanoki, burg'lash stanoki, chaqlash stanoki, kapsharlash mashinasiga o'xshash mashinalashtirish uchun kerakli ko'plagan mashinalarni, zavodni qurashtirishga lozim bo'ladigan texnik masterlarni to'xtam bilan taklif qilib, shu yili Frankfurtdan G'o'lja qarab yo'lga chiqqan. U chaqda qatnash qiyin edi. Rossiya davlat chegarasidan elib chiqib ketishga 90 kunlik muhlat bergan. Shu muddat ichida elib chiqib ketmasa, zavod Rossiyaning bo'ladi degan shartni o'tirib qo'ygan. Frankfurtdan Omiski shahrigacha poyezdda to'shigan. Omiskidan Ertish daryosi orqali paraxod bilan Simpalatanskiy shahri keltirilgan. Bu eg'ri mashina uskunlarni Simpalatanskiy shahridan Qo'rg'os eg'izi orqali G'o'ljaga to'shish uchun na poyezd, na paraxod, na mashina yo'q edi. Baudunbay mana shu hal qilg'uch paytda o'z xalqiga murojaat qilgan. Millat g'ururi, vatan hurmat tilga elinish bilan G'o'ljalik harbiykashlar mardonalik bilan maydisiga urib o'ttirg'a chiqqan. Yevropa sanoatini ko'tak harobi bilan G'o'ljaga to'shish tarixda ko'rilmagan cho'ng mo'jiza. Yo'llarga 289 cho'ng ko'rik yasalgan. Eg'ir yuk ko'taradigan maxsus harbilar yasilib, mashinalar parchalangan. Bunda harbilarning cho'nglariga 12 o'kiz, kichiklariga 6 o'kiz qaytalgan. 96 qovul o'kiz harbi so'rgandan boshqa karvon harvillari, eshaklar, hatto piyodalarmi zavod ko'chirishga qatnashgan.
90 kunlik sürüp, to'shmay turib, Yevropa parqazan sanoatining tunji qadami G'o'lji shahriga qadam qo'ygan. Bu mo'jizani mushu milliy g'urur kuchlik G'o'lji emgakchilari yaratgan. Musabayevlarning suv kuchi bilan harakatlanadigan yerlik teri zavodining o'rnini par kuchi bilan mangadigan zamonaviy zavod egilib, mana hozir butun shaharni ishqa chillab, osmon palak turxuni bilan hammaga to'nilib, qad ko'tarib turibdi. Hozir bu zavod o'z mahsulotlarini Xinjiangning hamma shaharlarida bozorga solgandan boshqa dunyoda bozor talashmoqda. 19-asrning boshlarida Atush shahrining Ustun Atush Eksoq yezisidan chiqib Qashqarga kelib Rossiya bilan tijorat qilganlik uchun Xanzucha Fushinxan deb atalgan bu oilaga Musabayev degan familiya qo'yilgan ekan. Musabayev Qashqar xalq madrasasida arabiy, faris, turkiy tillarda ilm tahsil qilgan ham shu madrasaga mudarris bo'lgan bilimlik odam bo'lg'achqa, kishilar bu davrning bilimlik odamini Musa Shayx deb atagan. Musabayning Qashqar shahrining Zagari ko'chasidagi kutubxonasida 3000 parchadek har xil tillarda kitoblar saqlangan. Zavod bizning nomimizda degan edi Anvar apandim Nuriyga yaqinda. Lekin u xalqimizning zavodi. Durust. Biz hozir Xinjiangda emas, O'rta Osiyoda mo tangdishi yo'q boy. Lekin bu bayliq hamon xalqning. Bu ham Musabay, kichik dadam Baudun bayla doim xalqning g'amini yeydi. Sen degandek biz kapitalist. Biz eksploatatsiya bilan beyg'on. Qo'shimcha qimmat bizni boy qilgan. Lekin zo'rur tepilganda men bu bayliqni xalqning hurlik uchun taqdim qila olmayman. Nuri zavod turxuni qarab turib, hozirmi bu zavodda kangildab yutilib, Kashkirgacha suv, loyga milinib ishlayotgan, mushchib o'ltirib qo'l bilan oyoq kiyim tikayotgan, har xil sexlarda teri pishiqlab ishlash amgakining eg'ir jafosini tortayotgan ishchilarni ko'z oldiga keltirdi. Lekin ular namrat bo'lgani bilan o'lim vahimasidan xoli edi. Ularning bolalari zavod maktab qo'rusida o'qiydi. Qizlari konsulxona oldidagi Musabayevlar ochgan qizlar hunar san'at maktabida o'qib, qo'shimcha kiyim tikish, yon sharpa, popayka, palay qatorliq narsalarni to'qish, reshiliya, giladiya, shitiya, kirjoja, ko'hlashka, kanava ishlash degandek qo'l hunarlarini o'rganatdi. Bunda qizlar 200 dan ko'p. Musabayevlar Atush yezillarida, Qashqar shahrida, G'o'lji shahrida 20-asrning 5-dan tartib va uningdan burun nurg'un maktab ochgan. Nurg'un yetim bolalarni o'qitgan. Ularni chet ellarga, Istanbul, Toshkent shaharlariga chiqargan. 1934-yili Urumchida qurilgan Uyg'ur madaniy oqartish uyushmasiga Nanmadagi cho'ng qo'ru joyini i'ona qilgan. Tatar mahallasiga konsulxona oldida zamonaviy maktab qurgan va barliq xarajatini Musabayevlar ustiga olgan. 1935-yili elektr stansiyasi bilan un zavodini qurish uchun G'o'lji xalqining foydasini deb Musabayevlar 6500 pay qo'shgan. Har bir pay $50 hisoblansa, bu $325,000 degan so'z. Musabayevlar emgakchining qon tari badaliga beyg'an. Amerikaning Morgan, Rockefeller'dek baylari, Jungoning Jiangxi, Songzhewen, Kunshanxidek katta baylarmi, Rossiyadagi Romanovlarmi, dunyoning hamma yeridagi katta baylarmi ashunda xalqning emgak tari hisobiga ko'klaydi. Lekin xalqning beshiga kun tushganda dardiga darmon bo'ladiganlar az, to'limi az. Dunyoda moddiy boylik qoldirishni insoniyatning ko'p qismi orzu qiladi. Lekin moddiy boylik bilan odamlarga Rahmonovdek shafqat yog'dirishni ko'zlaydiganlar to'limi az. Musabayevlarning bog' qo'rusi G'o'lji shahrining eng go'zal yerida. Darvozadan kirsang, reshatka bilan ayrilgan go'zal bog', yop-yeshil chiman, bo'kpili gullik. O yer bu yerga ayrim-ayrim har bir o'g'il uchun tongoltirda yepilgan osti-usti taxtayliq, telefonliq zamonaviy kirisdi. Jabtoqlar bilan bezalgan uylar selingan. U uylarda yashag'uvchilar buni boylik yaratquchilardek eg'ir ish qilmaydi. Ularning qo'llari yumshoq, badani atri puraydi. Chiroylari suzuk va oppoq. Ular xolig'ini kiyalaydi, yeyalaydi, qilalaydi, o'ynalaydi.
Ular hech kimga yelinmaydi. Nuridek mökünüp, soqunib yurmaydi. Sabihadek xo'rlanmaydi. Dadisidek g'am-g'ussa yukni ko'tarmaydi. Ularga na tabiat, na jamiyat, na hukumat o'maymaydi. Ular skripka, royal chelish, maktablarga kalaskada berishdan boshqa eg'ir ishga qo'l uzatmaydi. Dunyo mana shundaq. Birlari hayotning meg'zini chaqadi, birlari zulm jabrsini tortadi. Balki hayotning qiziqimi, lazzatimi mushu rohat farog'at bilan jabr jafoda bo'lsa kerak. Nuri xiyol bilan mengib yotqa qaytdi. Uning ko'p vaqti xiyol dunyosida, az vaqti real dunyoda o'tib. U mana shuning uchun azoblanmoqda, g'azablanmoqda. Chunki u odatda bulbuldek sayrab, fasohatli iboralarni bayon qila oladigan ona tilda kekashlab, yerim yarti so'zlashga majbur. Zina bilan ruscha kekashishib so'zlashadi. U bu xil hayotdan to'limi bezor. U do'stlarining holidanmi, oilasining holidanmi xabarsiz. Bu xil hayotning turmidan nim farqi? Li Tolstoy Tirilish nomli kitobida butun Rossiya bir cho'ng turma deb yozib ekan. Hozir butun Shinjang bir cho'ng turma bo'lmay nima? Uning jon kuyar odamlarining qaysi biri rohatda? O'lgunimi, hayot qolgunimi, jabr jaboning qurbonlarimi? U G'ani aksining kayniga kirib tog'larga qechib ketgan bo'lsa bo'ptikan. Sadir Palvondek, Pugachyovdek hayot kechirish hozirgi xiyol dunyosidan ko'p ma'nilik bo'lgan bo'lar edi. Hozir G'ani aksinadigin, u qaysi baylarni qaqshitib yuradikin? Qo'yuq qarg'ay bilan qoplangan g'olla, kumush marjonlarni chashiritib, o'ynaqlab oqadigan sho'x tog' so'lari, bahar shamolda yalpinib turadigan yayloq maysillari, qiyg'itishib yurishgan toy qo'zlarni ko'rib, she'riy hissiyot bilan kun o'tkazish buni turmi turmushidan ming'asi yaxshi emasmi? Mana bahar yangiliklarimi uning qalbida xo'shlik paydo qila olmadi. Avu o'tli quyoshmi uning qalbini illatolmadi. U darisining yenidagi shoxlarga qo'ngan qushlarga so'zladi. Hayvonlarga sharat qildi. Uning so'zligisi kimlarnidir varqirab tillig'isi keldi. Lekin uning qonidan bir g'oyibani qo'l bo'g'ib olgan. Uning orqasidan bir shapsiz qaranchiq bor. U eg'irroqtinsimi uning taniqli hukumatning dang'isiga tushdi. U so'zlayolmaydi, kulolmaydi, naqshi aytolmaydi. Hatto deb qo'rsoq bo'shtolmaydi. Bunday yashashning nima qimmati bor? Sirtda Zina qaqoqlab kulib, bir bilan ruscha chaqchaqlashmoqda. Ana o'xshash kiyingan o'quvchilar oshxonaga qarab yugurishmoqda. Beyrutda o'qib kelgan Abdurahmon apandini odamlar o'ribapti. U nimalarni da'vatadikin? Livan poytaxtida 5 yil o'qigan bu odam dunyo to'g'risida nimalarni biladikin? Nuriy kitob, yezit o'qiydi. Lekin bu xil hayot san bilim bergani bilan hayot lazzati berilmaydi. Nuriy hozir tasalliga, sirdishishga to'limi muhtoj. Uning biriga o'z ona tilida ko'ngil g'ashliklarini so'zligisi, hayotida nimani bo'lsin bir o'zgarish paydo qilg'usi bor. Lekin u hech narsaga qodir emas. U darizaga qarab uzoq o'yri turdi. Mana, eshik ochilib uyga Zina kirdi. Uning qo'lida bolka, qo'rdoq. Tamak, dedi u ko'ngilchan jalibkor ko'ksini Nurining dumbisi yiqib. "Ye, bo'l, xiyoda nim payda?" Xazinasi. U Nurini quchoqladi. Nuri yana real dunyoga qaytib keldi. Zina, hey Rus qizi, sen ko'p rahmat. Sen bo'lmagan bo'lsan bu dunyo qanchalik zerikishlik bo'lar edi, ha? Sen meni oladimi? Yo'q Zina, sen dedim-ku, men o'linolmayman. Meni kirilaydi-mi sen? Yo'q. Men 24 yosh, sen 19-20. Sen men uka. U Nurining quyuq chashrini siypab, uni xotirjam qilishga undamoqda, bazlamoqda. Nuri oldi turgan tabiiy insonning o'zidan ustun ekanligini tushundi.
oddiy odamlar ba'zida hal qilg'ush minutlarda o'zlarining katta odamlardan ustun ekanligini ashundoq oddiy ishlar bilan isbotlab ko'rsatadi. O'zlarini katta hisoblaydigan davr qahramonlari ba'zida oddiy ishlarda o'zlarining sun'iy niqobini yirtib tashlab, yovuz qiyofatini oshkorlab qo'yadi. Oddiy odamlardagi tabiiylik mana shunday chaqlarda o'z go'zalligini namoyon qilsa, katta odamlar bechara holda o'zining ruhiy dunyosining yalang'ochligi bilan ularga selishtiriladi. Hayot sahnasida kulki, mazoq va nafrat to'lqini paydo bo'ladi. Anglayotganinglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. U shu kuni kechda G'o'lji shahriningOvat joyi Xanzu bozoriga bordi. Bu uning 5 oydan beri tunji qatim ko'chaga chiqishi edi. U yanala seriq chash, seriq burutliq german sifatida ko'chaga chiqdi. Hamma yerda bahor yangliqlari. Yolg'iz Xanzu bozorining to'padanga mangadigan va Taxtiyun mahallaga chiqadigan ko'chalarida qo'yiq Harun meyda qora patqoq lo'mishib turadi. 3 dehqon tizig'icha qora patqoq kechib, petib qolgan harvasini nuridimakda. Atlar tipirlasimi, loyga bo'lishig'icha patgan harva o'rindan madirlamaydi. Yo'lning chetidagi him yepiqliq qora eshik echildi-da, kichik putliq bir tatay bir chelak yundini harvaning o'qig'ila chashdi. Yunda odamlarning yuziga chashiradi. "Ey tatay!" deb varqirdi bir dehqon. "Ko'zing yo'qmi? Sen ko!" deb ishni jaloqqa deyapti tatay. "Nim deydi u? Rahmat dedi." Dehqonlar qaqaqlashib kulishdi. Nurining badaniga g'am qo'ndirmaydigan dehqonlarga qitilib kuldi. Hayot mushundaq. Xushallik bilan g'am qayg'u aralashib ketgan. Sen uni izdamasangmi, u seni izlab turadi. Nuri loy ustidan avaylab o'tib, qora suv ustiga taxtaya ko'rik selingan quyuq oshxonlar bor yerga keldi. Pastda sharqirab suv oqmoqda. Oshxonlari bir-biri bilan basishib, xaridor chaqirmoqda. Oshxonlarning ichi odam bilan to'lgan. Mursiga lo'nga selib olgan mulozimlarning og'zi tinmaydi. Birda tomoq buyuriydi, birda chiqqan mehmon munch bo'l deb varqiraydi. Nuri kirvedi, u o'rin ko'rsatdi. "Nima yeysiz?" "Tabanjing shi gongur." dedi Nuri yeng uyg'urcha o'rgangan chet ellikdek so'zlab. Sayibxon sayrabli ketdi. Nuri jayniki bilan enkiga tayinib o'ltirdi-da, atrofiga quloq soldi. Bulungda 6-7 odam aroq ichmoqda. Biri qo'llarini havoda o'ynatib, shingdobanni tillab so'zlamoqda. Nuri uni tunadi. U tantarbiya muallimi Haydar edi. Nurining g'azabi o'riladi, lekin chandurmadi. Bir mas o'ri turib elib, aroq to'ldirilgan hijrini tutib elib naqsha etmoqda. "Ah xinim daganzada, da silang jolar qani." Sarang, etma deyman. Hozir naqsha etadigan chaqma, Yevropada germanlar jo'tlarni qirg'in qilyotidi. Har kuni necha ming jo't o'lyotidi. Jo'tmi odam, ummi bizdek bechar millat, biz-chu. So'zlimisam, so'zlimidim apandim. Lekin sen degan avshib to'xtamaydigan it. Mas g'ulashlarini kerib Haydar tarafga mangdi. Nuri Haydarni bir ursgan deb Xudodan tiladi. Lekin mast santirilib yerda sab turolmaydi. Haydar yalan kiyim kiyib belaklarini turib olgan. Hozirla maydonga tushadigan boksyorchidek turadi. Yiliq chaqdan urib dastashlar uning badanida qilchimo belga qoldirilgan. U burunqidimi timan hayvatlik edi. U shingdobanni tillamoqda. Altı büyük siyaset degini quruqsiz. Onun paydasını kim ko'ribdi? Millatlar baravar deydi texi. Kim bilan kim baravarkan? Yalang'och yetimchilar o do'kondagi janguydi bilan baravarmi? Qani, kim shingdoban bilan baravarkan? Yaraysan Batur. Salomatliking uchun ichdim. Nurining tamoqi keldi. U ishtaha bilan langman edi. Uning oldiga necha divoni keldi. U divanlarga pul berdi.
Heliqi Mast uning yeniga kelib salom qildi. Bizchi bilamsan? Biladi. Dedi Nuri kulib va Mastni qo'ltiqlab taloga elib chiqdi. O tunu so'zlaydiganni tunimsan? So'radi u Mastni xoli yerga tortib. Tunayma, u Haydar Mashka. Uni urib dassivasan, $50 beraman. Dassivetiman, aka puloni. Nuri Mastning qo'liga tutqizdi. Mast daldanshib oshxonaga kirib ketdi. Nuri chandurmay qarab turdi. U beshiga xurum shapki kiyib olgan edi. U shapkisini ko'ziga tushirib olib, oshxonaning ichiga qaradi. Mast qo'liga hijrni elib, heliqi jo'ziga bordi va jayniki bilan Haydarni o'qidi. Haydar so'zini to'xtatib burilishiga Mast uni mush bilan urdi. Mush Haydarning tumshug'iga tegdi. Haydar o'ngdisiga tushdi. Mast uni disladi. Ular kallamonliq bo'lishib ketdi. Nuri qoridon tarafga oldirab yurib ketdi. U qisosdan rohat topdi. Pul bilan qisos olganiga o'zidan xushal bo'ldi. Birdalla uning yodiga pul bilan qisos elayotgan Abdumarimning begidek odamlar keldida o'z-o'zidan yergandi. Baylarning meni aylantirib qo'ydimi nima? Nima uchun pul xajlab qisos elish xiyolida bo'ldim, ha? Hayot shundaq. Sapliq bilan saxtalik xuddi kepak oltin bilan qumdek bir-biriga aralashib ketgan. Sana bir lazım bo'lsa, yana birimi billa qo'lingga chiqadi. Qassob pokiz qo'lidagi pichoq bilan tirik jonning jinini oladi. Shirin mevalik daraxt mijozatni o'suq qiladi. Turmushning mantiqi shundaq. Halol ishga harom niyat aralashib oladi. Mutlaq sap yoki mutlaq sat narsa mavjud emas. Yashashning yo'lini hayotdan izlayotgan yosh yigit To'g'u bozoridan o'tib Langzibeshi degan yerga keldi. Bu yeri chimanlik, qumushliq, so'gatlik. Buloq boshlari mastlarning ko'ngilli makoni. Boshlarini bir yerga qilishib olib, chimanlikda badashqonni qurib o'ltirib olib, do'ttarga egishib naqsha yetishayotganlar g'am qayg'u olimidan allaqachon huzur halovat olimiga ketishgan. Ular uchun o'limdan boshqasi tomosha. Bir chetdan ikki odam yalang'och bo'lishib olib mushlashmoqda. Odamlar ularning tamoshasini ko'rishmoqda. Yana bir necha odam kichikini qapoq pinak bilan hadab nash chekmoqda. Birlari xo'roz chillagandek so'zib kulishmoqda. Nerida bir maddah jangnom o'qimoqda. Yana biri sapoyisini chiroyli o'ynatib zikr qilmoqda. O'stan bo'yda bir necha ayol erlar bilan bir-birini ittirishmoqda. Bu yerda har xil odamlar, har xil qiliq harakatlar bor. Nuri bundaq yerlarga bormaydi. U bugun nima uchunki mushundaq joylarni xolab qoldi. Biri uni mursi bilan urib mangdi. Nuri qarab qo'ydi. Maydisi ochiq, yuzlari ko'kargan yigit yeydigandek go'laydi. Qaraysan-ku. Nuri kulib qo'ydi. U bir qishni un-tunsiz kitob o'qib, xiyol bilan o'tkazgan odam. Shuna u bu real dunyodagi odamlarga ham hayron bo'lib, ham qiziqib qaramoqda. Bu odamlar Nuriga yot, tushuniksiz bilinmoqda. U rostla boshqa bir millatga aylanib qolgandek, rostla bu odamlardan barg'ansir yiroqlashib ketayotgandek bir sezgudi edi. Lekin reallik uning uchun aniq. Oldidagi mono odamlar uning xalqi. Qarmoqqa ular o'zlarining aksini o'ylamaydi. Ular uchun dunyoda tengsizlik va zulm mavjud emas. Langzibeshi deb ataladigan bu chimanlik ular uchun ham jannat ham do'zax. Ular bir rum qaraq bilan hayotni madhiyalab, bir parcha non zarliqi bilan hayotni haqoratlashga odatlangan. Ang, g'oya va irodadan mahrum bo'lishgan bir to'p so'zlayalaydigan murdalar. Ular o'zlaridan bir qitimni nimaga yaralding deb so'rab baxmagan. Navadi biri yashashdagi maqsading nima desa, ular ishkilanmay yeb ichib o'ynash deb javob bera oladi. Nuri mana shundaqlarning pushti bir a'zosi. U burut va chechiq loyiq Yevropalik emas. Germaniya hozir Yevropaning yerimin degidek besib oldi. Har bir german balasidan sening maqsading nima deb so'rasa, u ishkilanmayla dunyoga g'o'ji bo'lish deb javob beradi.
Ular nima ko'yda, bunu Nurining odamlari nima ko'yda? Ular dunyoni o'zining qilmoqchi. Boshqalarning zaminini besib olib, u yerlarning xalqini, boyligini German millati uchun ishlatmoqchi. Nuri o'zini saqlab qolish uchun ashundaq bir vahshiy niyatlik odamlarning qiyofatiga kirib oldi. Lekin uning xalqlari German degan millatni, German degan davlatni va bu davlatni yovuz ruh bilan tarbiyalab, xalqning quliga qo'ral tutqizib, yer sharini egilib berishiga undayotgan Gitler degan ko'tmak burut odamni bilmaydi. Ular hatto Gitlerning yo'liga havaslanadigan Shin Saynimi, uning jallod hukumatini bilmaydi. Ular o'zini biladi. Ularning do'stimi, dushmanimi o'zi. Bundaq odamlarga qo'ral tutqizsang, ular qurolni sening beshingga tanglaydi. Ularning qalbida intiqom, qisos deganlarning sho'lisimi yo'q. Nuri umidsiz va ruhiy tushkun holda qaytdi. U cho'ng ko'chaga chiqqanda, uning yenida ishga ot qo'shgan bir paytun to'xtadi. Nuri, bo'l, chiq arvaga. U Anvar apandining xizmatchisi Aziz ismli xushxuy yasinib yuradigan yigit edi. Bugun Anvar apandim Jonazirni mehmonga chaqirgan, dedi Aziz kulib turib. Bilsan-ku, heliqa odamlar maqtaydigan Jobing degan odam. Bizmi kirimizmi? dedi Nuri xushal bo'lib. Men bir ko'rsam deb orzu qilib yuratdim u odamni. Anvar apandim eng ishonchli odamlarning tizimligini berdi. Moskvada o'qitayotgan ikki yigit bor. Biri Tatar, biri Xanzo. Ularni Rahimjon aka boshlab kelgudak. Anvar apandim seni o'z salohiyati bilan ziyofat kirsin deb alohida topildi. O'ynaqlab turadigan ikki Barnavul Kalaskini birdilla bog' qo'rug'iga elib keldi. Bog' qo'rug'i bahor husniga to'lgan. Yop-yeshil chimanliklar, yaltirab turgan yo'pirmoqlar, oppoq holrang chechaklar, eriqlarda eqiyotgan suzuk suvlar Nurining kayfiyatini birdilla o'zgartirdi. Boyqi ko'ngilsizlik, umidsizliklar sahardagi tog' tumanlaridek tezda tarqaldi. Hayot uningga kulib qaradi. Anvar apandi chiroyli kiyingan, to'liq xo'shal ruhliq edi. U Nurining qo'lini ching siqib, "Bugun buni yolg'on burut bilan chechingizni elib etimiz. Men sizni bugun bir katta kishi bilan tanishtiraman", dedi. Zulm mastirmo chiroyli yasinib Anvar apandining yeniga keldi. "Nuri, endi artistlik qilmaydigan bo'ldik", deb qaqoqlab kuldi u. "Yaxshi artist bo'ladi ekansan, g'ayribning roliga chiqsan bo'ladi ekan." Nuri 5 oydan beri tunji qitim qaqoqlab kuldi. U dehqonga xos tartinchoqlik bilan ko'rinib, "Sizlarga rahmat. Sizlar yordam qilmagan bo'lsanglar, jinimni saqlab qola olmaydim", dedi. "Sening jining bizga kerak enim", dedi Anvar apandi uning mursiga qo'lini qo'yib. "Sen qiladigan ishlar ko'p, ustimizda og'ir tog' bor. Uni og'dirib xalqimizni yo'riq kuniga chiqarish sizlardagi yoshlarning vazifasi." Yosh yigit texmi ruhlandi. U kitoblarni jiq o'qidi. Kitoblardagi katta odamlar hayot odamlarga qaraganda uningga jiq gaplarni qilib berdi. U o'zi cho'qinadigan mashhur odamlar bilan xayol dunyosida nurg'un qatim so'zlashdi. Nurg'un ishlarda ularning deginini sinab qildi. Nurg'un ishlarga ularning deginini o'lcham qildi. Lekin real hayotda u texi biror mashhur odam bilan yuztirani ko'rishmadi. Albatta, mutlaq ko'pchilik odamlar ashundaq yashaydi. Lekin Nuri inqilobga, kashfiyotga yoki ahmid cho'ng bir ishga o'zini beg'ishlagan odamlarning ko'rishni, ularning qo'lini tutib beqishni orzu qiladi. Uning qarashicha, har bir odamning o'ziga bo'lganga o'xshash o'zining mangdigan yo'lin bo'lishi kerak. Garchi bu yo'llar bir-biriga o'xshab ketsa mayli. U mana shuning uchun o'zini doim boshqalar bilan selishtiradi. U hamon o'zidan ustunlarga o'zini selishtirib, o'zining kam, xom va nachar taraflarini izlaydi. U hozir atrofdagi odamlardan o'zini kam hisoblamaydi. Rasulov g'oyib bo'lgandan keyin u texim shunday bo'lib qolgan edi. Zulm masteri pidakar, g'oylik, lekin bilim erish imkoniyatidan mahrum. Rahimjon madaniyatlik, Shangdobanga o'ch. Lekin u marksizm, leninizm va sotsializmga o'xshash nuriy qiziqadigan gaplarga ancha qiziqmaydi.
ko'p vaqtini savdo tijoratga sarf qiladi. Nizarxon xo'jam bo'lsa, mehribon, taraqqiyotparvar bo'lgani bilan Shingdoban uchun ishlagan. O'zining o'rnini saqlab qolishla uning eng oliy orzusi bo'lgan. G'ani o'g'ri bo'lsa, kuchli g'azabi, qaramliq bilan Nuriga yoqatdi. Nuri kitoblarda ko'rgan odamlar tex real hayotda uning uchramadi. Jobin degan nazir qandoq odamkin degan savol shunga uning qalbida go'yoki qafasga solingan turg'aydek tinimsiz tipirlaydi. U mukammal o'zidan to'limi ustun, kishilar qalbidan o'rin oladigan bir odamning chiroyini ko'rishni, uning bilan qo'l elishishni, ovozini anglashni to'limi orzu qiladi. Mayli u qaysi davlatdan, qaysi millatdan bo'lsin, Nuri uning bilan didorlasha olsa, o'zini to'limi baxtli bilgan bo'ladi. Mana u bugun Jobin ismli odam bilan ko'rishdi. Bu odam to'g'risida yotoqdan saboqdoshlari bilan nurg'un qatim so'zlashgan. Jungo Kompartiyasining doisi Mavzuning inisikan, ismi Mavzimin. Shangsay birli mush odamda qo'rqadigan-ku. Jobin nazirining kuchi bilan Chiusning g'oljidan haydilibdi. Jobin naziri to'p-to'g'osh oltin kenda chiqqan oltinlarni davlat xazinasiga olibdi. Burun boshqalar yeb ketadi ekan. Maytaq neftlikini tuzabdi. Yangi pulni Jobin nazir chiqiribdi-ku. Nuri saboqdoshlaridan mushundaq yangiliklarni anglagan. Lekin u kishilar maqtab yurgan odamni bundoq osonlik ko'rib olaman deb o'ylamagan edi. Anvar Musaboyevning cho'ng taxtayliq mehmonxonasi chat el kristolari, gilamlari bilan bezalgan. O'ttirida bo'shliq, cho'ridab kichik-kichik ustallar qo'yilgan. Uy ichi elektr nurida kunduzdek yo'rig'an. Gullar mehmonlarga salom berayotgandek, pardalar so'zlayotgandek, go'yo hamma nima hayajonlangandek, Nuri 5 oydan beri birinchi qatim xiyol dunyosidan real dunyoga qaytib keldi. U hayot lazzati bilan qayta uchrashdi. Reallik xiyoldan go'zal, jalbkor ekanligini isbotlamoqchi bo'layotgandek, yashamoq har qancha qiyin bo'lsa-mu, inson hamon lazzat topa oladiganligini Nuriga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgandek, odamlar, tabiat va salqin shamol o'zaro maslahatlashib olib, Nuriga ruh, xushallik, madad berayotgandek bir xil kayfiyat paydo bo'lgan edi. Mana mashina kelib to'xtadi. Mashinadan qora shilapa, qora kostyum burulka, oq ko'ylak kiyib, qora galstuk taqagan, to'g'riliq yuzlari kang bir odam tushdi. U taxminan 40 yoshlar chamasida edi. Jobin nazir, dedi Anvar Musaboyev uning oldiga mengib. Yavsalim, Baqiyib. Nuri cho'nglarga agishib, cho'nglarning qo'llarini tutib ko'rishdi. Cho'nglarning qo'llari oddiy odamlarning qo'llaridagidek ekan. Kommunistlarning qo'llari sirliq emas ekan. Ular Nurining qo'llarini xuddi ko'ni tunishirdek chingsiqdi. Moskvadan, Yan'andan, Urumchidan kelgan bu mehmonlar Baytoqa yezisidan kelgan japokash dehqon bolasini burundili taniydigandek. Uning bilan qo'llarini chingsiqib ko'rishmoqda edi. Nuri hayajonlandi. U mehmonlarga agishib, ozodi uyga kirib, eshik tubida krestoda o'tirdi. Musaboyevlar oilasiga uning qalbida hurmat va minnatdorlik hissiyoti urg'adi. Musaboyevlar G'o'ljiga yangilik akalguchi, Uyg'ur hayotiga dunyo yangiliklarini elib kirguchilar. Ular tunji qatim fanniy maktab ochdi. Yevropa sanoatini Uyg'ur turmushiga elib kiradi. G'o'lji shahriga tunji qatim telefon, mashina akirganmi, ash Bavdunbay bo'ldi. Mashina akirganda G'o'ljidan uni haydaydigan chopir tepilmadi. Ular mashinani o'kizlarga so'ritib, Urumchiga opardi. Telefonda ayollar uzoqdan uzoq so'zlashib, chishiga tekkashga Husaynbay telefonlarni uzib tashlagan bo'lsa-mu, toki 1934-yilgacha G'o'ljida Musaboyevlar qo'ygan telefondan boshqa telefon bo'lmagan edi. Musaboyevlar zamonaviy teri zavod qurganda hisobot ishlariga buxgalterlik qiladigan odam tepilmadi. Musaboyevlar oilasining chevar o'g'li Bavdunbay Qozon tatarlaridan buxgalterlarni akaldi. Buxgalterlar bilan billa nurg'un texniklar, masterlar, ustalarmi keldi. Ular G'o'ljiga dunyoning hamma yangiliklarini elib keldi. Skripka, royal,
telefon, kreslo, üstel o'rindiqlar Nuriga o'qigan kitoblardagidek o'z tonish. Dunyoda moda bo'layotgan yangilik, marksizm, leninizm, kommunistik partiyaning tunji vakili mana shu uyda Nuriga chiroy ko'rsatmoqda. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.